Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zgidromet O'zbekistonda 6-iyun kunidan 13-iyungacha kutilayotgan ob-havo prognozlarini e'lon qildi. Barcha tezda xabardor bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Ushbu ma'lumotdan to'liqroq xabardor bo'lish uchun video ostiga bir donadan like bosib, kanalimizga obuna bo'ling. Like bosgan qo'llaringiz hech qachon dard ko'rmasin. Diqqat qiling. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Qoraqalpog'iston Respublikasida 7-8-iyun kunlari ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 6-7-iyun kunlari 13-18 daraja, 8-13-iyun kunlari 17-22 daraja, kunduzi 6-7 va 9-iyun kunlari 30-35 daraja, 8-iyun kuni 28-33 daraja, 10-13-iyun kunlari 32-37 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, kunduzi 6-iyun kuni 30-35 daraja, 7-13-iyun kunlari 32-37 daraja bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, kunduzi 6-iyun kuni 30-35 daraja, 7-13-iyun kunlari 32-37 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, kunduzi 6-7-iyun kunlari 33-38 daraja, 8-13-iyun kunlari 35-40 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 6-iyun kuni ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 7-13-iyun kunlari yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Harorat kechasi 6-7-iyun kunlari 16-21 daraja, 8-13-iyun kunlari 18-23 daraja, kunduzi 6-iyun kunlari 30-35 daraja, 7-13-iyun kunlari 32-37 daraja bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida esa havo o'zgaruvchan bo'ladi. 6-iyun kuni vaqti bilan yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 7-9-iyun kunlari yog'ingarchiliklar kutilmaydi. 10-13-iyun kunlari qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 6-7-iyun kunlari 10-15 daraja, 8-13-iyun kunlari 12-17 daraja, kunduzi 6-iyun kunlari 18-23 daraja bo'ladi. 6-13-iyun kunlari 23-28 darajagacha ko'tariladi, deyiladi O'zgidromet ma'lumotida. Hurmatli tomoshabinlar, video rolik ostiga bir donadan like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishlikni ham unutmang.